Bugungi kunda tashqi olamning mavjud emasligi, har bir odam o'z olamini o'zi yaratishi hech kimga sir emas. Demak, buning uchun esa har bir inson o'z tashqi olami uchun javobgarlikni, mas'uliyatni zimmasiga olishi kerak. Azizlarim, o'zingizni kuzating. Atrofdagilarni kuzating. Agar sizga atrofdagi odamlar bilan munosabatingiz, o'zingiz bilan munosabatingiz sizga yoqadigan bo'lsa, ko'nglingiz to'ladigan bo'lsa, sizda hammasi ajoyib. Lekin hozirgi kunda mening o'zim bilan, yaqin atrofimdagi odamlarim bilan munosabatim to'g'ri kelmaydi. Men qaysidir ma'noda o'zimning hayotimni o'zgartirishni xohlayman deydigan bo'lsangiz, unda eshiting. Demak, hayotingizda nimanidir o'zgartirish vaqti allaqachon kelibdi. Boshqalarni emas, o'zingizni, fikrlaringizni, fe'l-atvoringizni o'zgartirish payti kelibdi. Agar siz o'zingizni, fikrlaringizni, o'y-hayollaringizni ko'rib chiqsangiz va ularni o'zgartirishga harakat qilsangiz, ishoning, hayotingizda albatta yangiliklar bo'lishni boshlaydi. Chunki yangi fikrlar, yangi tushunchalar, yangi his-tuyg'ular hayotingizga yangi munosabatlarni, o'zingizga yoqadigan yaxshi vaziyatlarni olib kelishni boshlaydi.